Odamlarning ba'zilari assalomu alaykum ya Mahdi deb so'rashar edi. Mana payg'ambarimiz ummatim oxirgi zamonida Mahdi chiqadi degan. Sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: qiyomatga yaqin bir kishi chiqadi. Hatto ismi mening ismimga, otasining ismi otamning ismiga to'g'ri keladigan bir kishi chiqadi. Ko'pchiligimiz Mahdi haqida avval ham eshitganmiz. U zot haqida ko'pgina hadislar to'plamlarida zikr qilingan. Yana Mahdi Qur'onda zikr qilinmagan. Olamda fitnalar avj olgan, turli urushlar, xaos yuziga kelgan paytda ummat Mahdini o'ziga bosh etib saylaydi. Imom Mahdi va u kishining askarlari Dajjal bilan jang qiladilar. Tarixdan to bugungi kungacha o'zini Mahdi deb e'lon qilishga uringan kishilar bo'lgan. Ularga ko'ra Mahdi tug'ilib bo'lgan, istalgan joyda bo'lishi mumkin, biroq ommaning ko'zidan berkitilgan. Saudiya Arabistonida bir kishi o'zini Mahdi deya e'lon qiladi va Makka ni ishg'ol qiladi. 550 kishilik qurollangan qo'shini bilan Ka'bada otishmalar bo'ladi. Demak, zamona oxirida fasod, munkar ishlar, zulm va adolatsizlik yoyilgach, Imom Mahdi chiqadi. Alloh taolo uning qo'lida bu ummatni isloh qiladi. Bu oxir zamonda bo'ladi. Kimda kim o'zini Mahdi deb da'vo qilsa, Mahdi emasligiga dalil aytibdi. So'nggi kunlarda Imom Mahdi borasida gap so'zlar ko'payib qoldi. Bular orasida to'g'ri va noto'g'risini ajratib olish hamda shu masalada yetarlicha tasavvur hosil qilish ehtiyoji paydo bo'lgani bois, Allohning izni ila ushbu mavzuni baholi qudrat yoritishga urinamiz inshaalloh. Ko'pchiligimiz Mahdi haqida avval ham eshitganmiz. U zot haqida ko'pgina hadislar to'plamlarida zikr qilingan. Avvalo, Mahdi o'zi kim? U zot haqlarida, u zotning sifatlari haqida qanday dalillar bor? Mahdi so'zi bu taxallusdir, ism emas. U huda so'zidan kelib chiqqan bo'lib, to'g'ri yo'lga hidoyat qilingan degan ma'noni beradi. U zotga Alloh tomonidan hidoyat ato qilingandir. Qiyomatga yaqin chiqishi kutilayotgan kishi ma'nosidagi Mahdi Qur'onda zikr qilinmagan. Yana Mahdi Sahihul Buxoriy va Sahihul Muslim kitoblarida ham shu nom bilan zikr qilinmagan bo'lsa-da, ammo Mahdiga ishora qiluvchi bir qator hadislar mavjud. Shuningdek, boshqa hadis kitoblarida ham ko'pgina rivoyatlarni topishimiz mumkin. Masalan, Sunan Abu Davud, Hokimning Mustadraki, Sunan Ibn Moja, Imom Ahmad musnadlarida Mahdiga dalolat qiluvchi kishi zikr qilingan rivoyatlarni ko'rishimiz mumkin. Ba'zi hadislarda u zotning ismlari zikr qilingan. Ibn Mas'uddan rivoyat etilgan ma'ruf hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: agar dunyodan faqat bir kun qolganida ham Alloh taolo uni uzun qilib qo'ygan bo'lardi. Hatto ismi mening ismimga, otasining ismi otamning ismiga to'g'ri keladigan bir kishi chiqadi. U dunyoni oldin qanday jabr va zulmga to'lgan bo'lsa, endi shunchalik adl va adolatga to'ldiradi. Demak, u zotning ismlari Muhammad ibn Abdulloh bo'lar ekan. Mahdi esa taxalluslari bo'ladi. Boshqa bir rivoyatda esa u zotning tashqi ko'rinishlarini vasf keladi. Abu Davuddan rivoyat qilingan Hasan hadisda Abu Said al-Khudri shunday deganlar: men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarini eshitganman. Mahdi mendandir. U peshonasi ochiq, ya'ni keng peshonali, burgut burun, ya'ni uzun burunli kishi. Yer jabr zulmga qanday to'lgan bo'lsa, endi u adl va adolatga shunday to'ldiradi. Yerga 7 yil egalik qiladi. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yer jabr zulmga, adovatga to'lib ketmagunicha qiyomat bo'lmaydi. So'ng ahli baytimdan bir kishi chiqib, yer oldin qanday jabr zulmga to'lgan bo'lsa, endi shunday adl va adolatga to'ldiradi dedilar. Hokimning mustadraklarida keltirilgan hadisda bir kishi Ali radhiyallohu anhu dan Mahdi haqida so'rab qoladi. Shunda Ali radhiyallohu anhu quyidagicha javob beradilar: bu oxir zamonda bo'ladi. U davrda Alloh degan kishi o'ldiriladi. Alloh taolo u Mahdining atrofiga xuddi bulut bo'laklaridek guruhlarni jamlab, qalblarini bir-birlariga do'st oshno etadi. Ya'ni ular har yerdan to'planadilar. Alloh qalblariga o'zaro muhabbat, do'stlikni soladi. Ular hech kimga nafrat bilan qaramaslar va biron kishining saflariga kirishi bilan quvonib ketmaslar.
sonlari Badr ahli soniga teng bo'ladi. Ya'ni Badr ahlining soni taxminan 313 kishi bo'lgan. Avvalgilar ulardan o'zmaganlar, keyingilar ularga yetmaganlar. Yana ular Tolut bilan birga daryodan o'tgan jangchilar, Tolut ashablari adadicha bo'lishadi. Imom Mahdiyning chiqishlari hadisga ko'ra shunday sodir bo'ladi. Bir podshoh o'lganda odamlar o'rtasida ixtilof bo'ladi. Ahli Madinadan bir kishi Makkaga qochib chiqadi. Shundan so'ng uning oldiga ahli Makkadan olimlar kelib, o'zi istamasa ham uni chiqarib Ka'baning rukni va maqomi Ibrohim orasida, ya'ni Ka'baning eshigi tarafida unga bay'at qiladilar. Ana o'sha kishi Imom Mahdiy bo'ladilar. Imom Mahdiyga qarshi Shomdan askar yuboriladi. Shomdan yuborilgan askarlarni Makka va Madina orasidagi sayxonlikda yer yutadi. Qachon odamlar o'shalarni yer yutganini ko'rganlarida Imom Mahdiyning oldiga Shomning solih kishilari va ahli Iroqning yaxshilari keladilar va unga bay'at qiladilar. Jobir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Men Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatimdan bir toifa qiyomatgacha haq ustida kurashib, doim g'olib bo'ladi. Shunda Iso alayhissalom tushadi. Amirlar unga "Kel, bizga namoz o'qib ber" deydi. U "Yo'q, Alloh bu ummatni mukarram qilish uchun bir-biringizga amirdirsiz" deydi, deb aytganlarini eshitganman. Ibn Moja naql qilgan rivoyatda aytilishicha, Iso ibn Maryam tongda ikki farishtaning qanotlariga qo'llarini qo'ygan holda oq minorali masjid ustidan tushganida imom ortiga surilib, Iso alayhissalom imomlikka o'tishini kutadi. Iso alayhissalom esa qo'llarini imomning yelkasiga qo'yib, "O't, namoz o'qi, chunki senga iqomat aytildi" deydi. Shunda imomlari ular bilan namoz o'qiydi. Abu Nazradan naql qilgan rivoyatda shunday deyilgan. Iso alayhissalom bomdod namozi vaqtida tushadi. Shunda musulmonlarning imomi unga "Ey ruhulloh, biz bilan namoz o'qing" deydi. U "Sizlar bu ummatning jamoasidirsiz. Ayrimlaringiz boshqalaringizga amirdir. O'zingiz o'ting, bizlar bilan namoz o'qing" deydi. Imom jamoat bilan namoz o'qiydi. Bundan chiqdi Imom Mahdiy chiqishi, Iso alayhissalomning osmondan tushishlari, Dajjal xuruji bir-biriga yaqin vaqtda sodir bo'ladi. Imom Mahdiy Iso alayhissalomga Falastindagi Lut darvozasi oldida Dajjalni o'ldirishda yordam beradilar. Mahdiy mana shu ummatga imomlik qiladilar. Iso alayhissalom ularning ortida namoz o'qiydilar. Demak, zamona oxirida fasod, munkar ishlar, zulm va adolatsizlik yoyilgach, Imom Mahdiy chiqadi. Alloh taolo uning qo'lida bu ummatni isloh qiladi. Imom Mahdiy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ahli baytidan, Hazrati Ali va Fatima onamiz radhiyallohu anhumolarning o'g'illari, Imom Hasan radhiyallohu anhuning naslidan bo'ladilar. Alloh taolo Mahdiy bilan diniga 7 yil quvvat beradi. U davr mobaynida yer yuzi hozirgi kunda jabr va zulmga to'lganidek, unda adolatga to'ladi. Ummat hayoti farovonlashadi. O'simliklar o'sib, yomg'irlar yog'ib, meva va sabzavotlar ko'payadi. Ummatga hisobi yo'q mol va dunyo ato etiladi. Ibn Kasir rahimahulloh Mahdiy zamonida meva va sabzavotlar mo'l, mol va dunyo ko'payib, sulton kuchli, din parpo, dushman mag'lub, yaxshiliklar esa serob bo'ladi dedilar. Imom Mahdiy chiqqanidan so'ng hamma musulmonlar bir hukmdor bayrog'i ostida to'planadi. Imom Mahdiy radhiyallohu anhu odamlar orasida nabiylari sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga amal qiladi. Islom yer yuzida qaror topadi. Imom Mahdiy zulm va javrga to'lgan yer yuzini adolat va insofga to'ldiradilar. Molni sochadilar, uni sanamaydilar. U kishining davrlarida mol va mulk ko'payib ketganidan va o'zlari saxiy bo'lganlaridan shundoq bo'ladi. Hokim rahimahulloh Mustadrakida sahih sanad bilan Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Mahdiy ummatimning oxirida chiqadi. Alloh uni yomg'ir bilan sug'oradi, yer o'simliklarini o'stiradi, odamlar o'rtasida boylikni teng qilib beradi, chorva hayvonlari ko'payadi, ummat kuchayadi. Mahdiy 7 yoki 8 yil yer uzra hukmron bo'ladilar. So'ng u kishi vafot etadilar va musulmonlar u zotning janozasini o'qiydilar. Boshqa rivoyatda undan keyingi hayotda yaxshilik qolmaydi deyilgan. Bu Mahdiyning o'limidan keyin fasod va yomonliklar yana bir bor bosh ko'tarishini ko'rsatmoqda. Demak, yuqorida keltirganlarimiz bizning e'tiqodimiz bo'lmish ahli sunnaga ko'ra Mahdiy tushunchasidir. Ba'zi ulamolar bu borada kelgan barcha hadislar zaifdir deganlar. Bular ozchilik bo'lib, ularning ko'ziga ko'ringani Ibn Xaldundir. Ko'pchilik ulamolar Mahdiy haqidagi hadis shariflar katta sahobalardan, ulug' muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan. Hatto hadislar bir-birini quvvatlaydigan darajada mutawatir deydilar.
Bu esa va'da qilingan mazkur shaxsning kelishi va ishlari sobit ekanini ko'rsatadi. Alloh taolo uning vositasida ummat uzra adolat, hidoyat, tavfiq va odamlarni to'g'ri yo'llash uchun ezgulik bayrog'ini hilpiratadi. Demak, Mahdiy borasidagi bizning ahli sunna e'tiqodimizga ko'ra, hammasi ochiq-oydin va dalil hujjatga ega. Mahdiy hech qanday g'ayritabiiy kuchga ega, qanotlari bilan osmonda uchib yuruvchi kishi emas. U oddiy odam, Allohning solih bandasi. Hech qanday g'aroyib super kuchga ega emas. U g'ayb ilmidan ham xabardor emas. Hech kim g'ayb ilmidan xabardor emas. G'ayb ilmi yolg'iz Allohga xosdir. Olamda fitnalar avj olgan, turli urushlar, xaos yuzaga kelgan paytda ummat Mahdiyni o'ziga bosh etib saylaydi. Imom Mahdiy va u kishining askarlari to Iso ibn Maryam tushgunlaricha Dajjol bilan jang qiladilar. U kishi Dajjolni o'ldirmaydilar. Ammo Iso alayhissalom tushgunlaricha musulmonlarni jamlaydilar. Iso alayhissalom tushganlaridan so'ng esa Dajjolni o'ldiradilar. Mana shu bizning ahli sunna e'tiqodi. Endi ahli sunnadan bo'lmagan boshqa guruh, shiyalarda Mahdiy borasida biroz boshqacharoq tasavvur bor. Ularga ko'ra Mahdiy tug'ilib bo'lgan. Ular uchun Mahdiy bu 12-imom Muhammad ibn Hasan askari bo'lib, uning Hasan radhiyallohu anhuning emas, Husayn ibn Ali radhiyallohu anhuning zurriyotidan ekanini gumon qilishadi. Ularning tasavvurida go'yo Muhammad ibn Hasan askari bundan 1000 yil ilgari 5 yoshida Samarroda yer ostidagi uylardan biri yerto'laga kirib ketgan va u hanuz o'sha joyda yashayapti, o'lmagan va zamoni oxirida chiqadi. Shiyalarning e'tiqodiga ko'ra Muhammad askari atrofimizda yursa-da, ko'zlarga ko'rinmasdir. U istalgan joyda bo'lishi mumkin, biroq ommaning ko'zidan berkitilgan. U turli xil mo'jiza va karomatlar ko'rsatib, muhtojlarga yordam berarmish go'yo. U qandaydir g'ayritabiiy kuchga ega shaxs deb qaraladi. Ularning e'tiqodiga ko'ra hozir u o'zini yashirgan, ammo vaqt kelib o'zini oshkor qiladi, kashf etadi. Shiyalar aytayotgan bu gaplarning bironta dalili va hujjati yo'q, hamda uni inson aqli ko'tarmaydi. Bunday tasavvur Allohning odamzod hayotiga qo'ygan qonuniyatlariga ham ziddir. Bilaks Mahdiy oddiy inson bo'ladi. U hamma qatori onadan tug'iladi. Odatiy insonlardek hayot kechiradi. Ba'zi rivoyatlarda yuslihullohu fil layl, Alloh uni bir kechada isloh qiladi deyiladi. Ya'ni bundan ehtimol u yoshlik chog'ida oddiy omi xalq kabi bo'ladi, keyin vaqt kelganda Alloh uni hidoyat qilib solih inson qiladi degan ma'no kelib chiqishi mumkin. Shu orqali u ilmli hamda taqvodor inson bo'ladi. Ummat uni o'zining boshi bo'lishiga loyiq ko'radi. Biroq bu yerda yana e'tibor berishimiz lozim bo'lgan nuqta shuki, tarixdan to bugungi kungacha o'zini Mahdiy deb e'lon qilishga uringan kishilar bo'lgan. Misol uchun Abbosiylar asoschisi Abu Ja'far al-Mansur asl ismi Abdulloh bo'lgan. Uning Muhammad ismli o'g'li bo'lgan. Abu Ja'far o'g'li Muhammad ibn Abdullohga Mahdiy degan taxallusni bergan. U Mahdiy billah deb atalgan. Albatta bunda u o'g'lini Imom Mahdiy bo'lishiga qattiq umid qilgan. Biroq o'zicha bunday rejalar tuzib, ssenariy joriy qilish mumkin emas. Kishi o'zicha Mahdiy rolini tuzib, o'sha obrazga kirib olishi mumkin emas. Alloh taolo hammasini o'zining hikmatli qadariyle amalga oshiradi. Ayrim zindiq va dahriylar ham o'zlarining Mahdiy ekanliklarini iddao etishgan. Shulardan biri Ubaydulloh ibn Maymun Qaddoh bo'lgan. U hijriy 3-asrda yashagan. Uning bobosi yahudiy bo'lgan. Odamlar ko'ziga musulmon ko'rinib, o'zining Mahdiy ekanini iddao qilgan. Natijada nufuz kengayib, zurriyotlari Marokash, Hijoz, Shom o'lkalarini bosib olgan. Ularning davrida islom g'arib bo'lgan. Ular din dushmanlaridir. O'zlari esa xudolikni da'vo qilgan. Yolg'ondan ahli baytga mansub bo'lish bilan o'zlarini himoya qilishgan. Aslida dahriy bo'lib, nufuzlari Alloh taolo Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh vositasida ularni ag'darib, musulmonlarni ularning sharridan qutqarmaguncha davom etgan botiniy, rofiziy, qaromita sulolalari edi. Tarix davomida 40 dan ortiq kishi o'zini Mahdiy deya da'vo qilgan. 1979-yilda Saudiya Arabistonida Muhammad ibn Abdulloh al-Qahdoniy ismli kishi Juhayman al-Utaybi nomli bir kishi tomonidan Mahdiy deb e'lon qilinadi va Makkani ishg'ol etadi. 550 kishilik qurollangan qo'shini bilan Masjidul Haromni barcha eshiklarini yopib, qamal qiladi. O'sha yerdagi hojilarni asirga olib, mikrofon orqali o'zlarini Mahdiy ekanlarini e'lon qilishadi. Juhayman yuqorida zikr qilganimiz hadisdan iqtibos keltirib shunday deydi: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday deganlar: Mahdiyga Ka'baning rukni va maqomi Ibrohim orasida, ya'ni Ka'baning eshigi tarafida unga bay'at qiladilar. Mana u Ka'ba eshigi yonida turibdi, unga bay'at beringlar deyshadi. Ular Alloh o'zining ko'rinmas askarlarini yuborib, hamma dushmanlarni halok qiladi deb o'ylashadi. Ammo hadisni olib, uni o'zicha sahnalashtirish mumkin emas.
Buning oqibatida yuzlab kishilar halok bo'lishadi, hojilar zarar ko'rishadi. 1000 yil deganda birinchi marta tavof to'xtab qoladi. 2 hafta hech kim Ka'bani ziyorat qila olmaydi. Ka'bada otishmalar bo'ladi. Oxir oqibat o'zini Mahdiy deb nomlab olgan kishi jangda halok bo'ladi. Uning ergashuvchilari javobgarlikka tortiladi. U kishi hech qanaqasiga Mahdiy emas albatta. Shariat bilan o'ynashish mumkin emas. Men Mahdiyman deb da'vo qilish mumkin emas. Ulamolardan biri shunday degandi. Kimda kim o'zini Mahdiy deb da'vo qilsa, Mahdiy emasligiga dalil aytibdi. Qaytaraman. Kimda kim o'zini Mahdiy deb da'vo qilsa, Mahdiy emasligiga dalil aytibdi. Sababi Mahdiy hech qachon o'zini Mahdiyman demaydi. Qiyomat alomatlari zohir bo'lganda, musulmonlar u kishini Mahdiy ekanliklarini aytishadi. Mas'uliyat og'irligini his qilib, o'zlari Mahdiy bo'lishni istamasalar ham, musulmonlar u kishiga bay'at beradilar. Demak, bugun o'zini Mahdiy deb e'lon qilgan, turli tuman tushlar ko'rganini da'vo qilganlar hech qanaqasiga Mahdiy bo'lmaydilar. Kimda kim o'zini men Mahdiyman deb iddao qilsa, u hech qanaqasiga Mahdiy bo'lmaydi. Sababi Imom Mahdiy o'zlarini men Mahdiyman deb da'vo qilmaydilar hech qachon. Mahdiy solih, taqvodor kishi bo'ladi. U boshliqlikni da'vo qilmaydi, balki odamlar uni yaxshi ko'rishganidan, hurmat qilishganidan o'zlariga boshliq bo'lishni istashadi. Zolim hokimlar uni ta'qib qilishadi. Shu sabab u zot Ka'baga qochib chiqadilar. Shu voqealar sodir bo'lsagina, ahli ilm musulmonlar bil ittifoq u kishini Mahdiy desalar, ana o'sha haqiqiy Imom Mahdiy bo'ladi. Bu voqealar sodir bo'lguncha biz musulmonlar nima qilishimiz kerak? Mahdiy intizor kelib, hammani qutqaradi deya qo'l qovushtirib kutib o'tirishimiz kerakmi? Yo'q, balki musulmon jamiyatining rivoji uchun, islom ummatining holini isloh etish uchun barcha imkoniyatdan foydalanib harakat qilish kerak. Dunyodagi barcha mazlum musulmon birodarlarimizga, xususan Falastindagi birodarlarimizga qo'limizdan kelgan yordamni ko'rsatishimiz lozim. Bu duo orqali bo'ladimi? Moddiy yordam bo'ladimi? Boykot orqali bo'ladimi? Bor imkonni ishga solish lozim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qilganlar. Xoyrul quruni qarni, thumma allazina yalunahum, thumma allazina yalunahum. Asrlarning eng afzali mening asrim. So'ngra undan keyingilarning asri. So'ngra undan keyingilarning asri. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan asr insoniyat yashab o'tgan asrlarning eng afzali. Chunki bunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashaganlar. Uni ortidan keladigan asrning afzalligi Rasulullohning tarbiyasini olgan sahobalarning asri. Shuning uchun afzal. Undan keyingi keladigan asr sahobalarning tarbiyasini olgan tobiinlarning asri. Mana shuning uchun afzal. Siz bilan biz mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yaxshiligiga guvohlik bergan 3 asrni 3-sini egalari, tobiinlar hayotini o'qiyapmiz. Nima uchun o'qiyapmiz bularning hayotini? Siz bilan bizga ibrat, namuna bo'lishlikka yaraydigan odamlar mana shular. Bugun Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahullohning hayotini o'qiymiz. Muhammad ibn al-Hanafiyya Ali roziyallohu anhuning o'g'li. Siz bilan bizga mashhuri Hasan va Husayn roziyallohu anhuma jannat yigitlarining sayyidi bo'lgan Fatima Zahroning farzandlari, Ali roziyallohu anhuning farzandlari Hasan va Husayn haqida ko'p bilamiz. Lekin bu kishi haqida bilamizmi? Muhammad ibn al-Hanafiyya Ali roziyallohu anhudan zohidligi, ibodati, taqvosi, shijoatini boshqalardan ko'ra ko'proq o'ziga yuqtirgan, o'ziga ta'lim olgan kishi. Muhammad ibn al-Hanafiyya bilan uning inisi Hasan roziyallohu anhular o'rtasida ikkita aka-uka o'rtasida kelishmovchilik bo'lib qoldi. Arazlashib qoldi bir-biridan. Shunda Muhammad ibn Hanafiyya o'zining inisi Hasan ibn Aliga: "Ey Hasan, sizni Alloh mendan afzal qildi. Chunki siz Rasulullohning qizi Fatima Zahroning farzandisiz. Men esa Banu Hanifadan bo'lgan oddiy bir ayolning o'g'liman. Onangizning otasi Sofvatul Xalq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, lekin mening onamning otasi esa Ja'far ibn Qaysdir. Sizni mendan har tomonlama afzal qildi. Siz fazilatlisiz mendan ko'ra. Shuning uchun kelib mendan kechirim so'rang. Chunki shu kechirim so'rashlik fazli ham sizga o'tib kelsin. Mana shu masaladan siz mendan afzal bo'ling" dedi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis bor. Musulmondan orozlashligi haqqi 3 kun. 3 kunlik orozlashlik haqqi bor. Endi shu 3 kun o'tgandan keyin qaysinisi birinchi borib turib, birodariga qo'lini cho'zib turib, kechirim so'rar ekan yoki kechirar ekan, mana shu birinchi qo'l uzatgan odam ikkala odamdan afzal deyilgan. Inisi Hasanga mana shu fazilat ilinyaptiki, boshqa masalalardan mendan Alloh taolo sizni afzal qilgan. Endi birinchi marta kechirim so'rab kelishligi bilan fazilat bu ham sizga o'tsin dedi. Bunday bir aql, bunday axloq, farosat egasi Muhammad ibn al-Hanafiyya, Muhammad ibn Ali roziyallohu anhu rahimahulloh qanday inson edi. Kunlarda birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovlari Ali roziyallohu anhu payg'ambarimizdan shunday deb so'radi. Ya Rasululloh, agar siz o'tib ketganingizdan keyin Alloh menga bir o'g'il farzand ato etsa, uni ismini Muhammad deb qo'yib, kunyasini Abul Qosim deb qo'ysam, ruxsat berasizmi deb so'radi. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kunyasi Abul Qosim hech kimga nisbat qilinmaydi, faqat payg'ambarimizga nisbat qilinadi. Lekin Rasulullohning ruxsatini olganidan keyin kunlar o'tdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qildi. Hech qancha vaqt o'tmadi, orqasidan qizlari Fatima Zahro ham vafot etdi. Ali roziyallohu anhu Fatima onamizni dafn qilganidan keyin Banu Hanifa urug'idan bo'lgan Ja'far ibn Qaysning qizi Havlaga uylandi. Va mana shu ayolidan o'g'il farzand ko'rdi, uni ismini Muhammad qo'ydi. Siz bilan biz bugun hayotini o'qiyotgan Muhammad ibn al-Hanafiyya, ya'ni Muhammad ibn Ali rahimahulloh mana shu kishi bo'ladi. Bu kishini o'zini asl ismi Muhammad ibn Ali bo'lganiga qaramasdan, Fatima Zahroning farzandidan tashqari farzand ekanligi bilinib turishligi uchun onasining urug'i Banu Hanifaga nisbatlab Muhammad ibn al-Hanafiyya deb nisbatlanadigan bo'ldi. Mana shu ismi bilan mashhur bo'ldi. Muhammad ibn al-Hanafiyya Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning xilofatining oxirroqlarida dunyoga keldi. Otasi Ali roziyallohuning qo'ynida tarbiya topdi. Undan ibodatini, zohidligini oldi. Undan quvvatini, shijoatini meros oldi. Undan fasohat va balog'atni ta'lim oldi. Ali roziyallohu anhudan eng ko'p foydalangan kishilarning bittasi Muhammad ibn al-Hanafiyya rahimahulloh bo'ldi. U kishi tunlari rohibdek ibodatda, joy namozida kunni o'tkazar edi. Kunduzlari esa jang maydonida uni o'tkazar edi. Ali roziyallohu anhu o'g'illari Hasan va Husaynni olib bormagan jang maydonlariga Muhammad ibn al-Hanafiyyani olib borar edi. Juda bir xatarli o'rinlarda, tor holatlarga olib borar edi, mana shu o'g'lining janglarga yetarib yurar edi. Shunda odamlar so'rashdi: "Ey Muhammad, nimaga otangiz, inilaringiz Hasan va Husaynni olib bormagan tang, qiyin holatlarga sizni olib boradi?" Shunda Muhammad ibn Hanafiyya shunday javob bergan edi: "Inilarim Hasan va Husayn otamning ikki ko'zidir. Men esa otamning ikki qo'liman. Otam ikki ko'zini ikki qo'li bilan himoyalayapti" derdi. Muaviyat ibn Abu Sufyon va Ali ibn Abi Talib o'rtasida bo'lgan Siffin ma'rakasida juda ko'p musulmonlar nobud bo'lishdi. Bu katta fitna bo'lgan edi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuni fitnasidan keyin Muaviyat ibn Abu Sufyon Usmonni o'ldirganlarni jazosini berishligini talab qilib, Ali ibn Abi Talib ustiga qo'shin bilan keldi. Va ikki ulug' sahoba o'rtasida fitna sodir bo'ldi. Muhammad ibn al-Hanafiyya mana shu fitnada otasi Ali ibn Abi Talibning bayrog'ini ushlagan bayroqdor bo'lib chiqqan edi. Jang rasa avjiga chiqib, musulmonlar bir-birini qirib yo'q qilib olish yaqin bo'lgan paytda bir kishi nido qildi: "Ey musulmonlar, Allohdan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar ey musulmonlar. Ayollar va bolalar kimga qoladi? Din va or-nomusni kim himoya qiladi? Rumga, Daylamga qarshi kim kurashadi? Ey musulmonlar jamoati, Allohdan qo'rqinglar. Musulmonlar jamoati qirilib ketmanglar" deb nido qildi. Shunda jang to'xtadi. Odamlar mushafni ko'tardi, Allohning hukmi bilan hukm qilamiz deyishdi. Mana shu narsani guvohi bo'ldi Muhammad ibn al-Hanafiyya. So'ngra qaytib musulmonlarga qarshi bo'ladigan jangda qatnashmaslikka o'ziga ahd berdi. Chunki musulmonga qilich ko'tarib kelgan edi.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Izal taqa muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Ikkita musulmon bir-biriga qilichini ko'tarib kelsa, o'ldirgan ham, o'lgan ham do'zaxda degan. Mana shu Siffin ma'rakasidan keyin qayta musulmonlarda o'rtasida fitna bo'lsa, musulmonga qarshi qilich ko'tarmayman deb o'ziga ahd berdi. Keyinchalik Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu fosiq, zolim bo'lgan Abdurrahmon ibn Muljamning qo'lidan shahid bo'ldi. Hamda musulmonlarning ishi Muaviyat ibn Abu Sufyonning qo'liga o'tdi. Musulmonlar o'zlariga Muaviyat ibn Abu Sufyonni amir qilib saylashdi. Shunday bo'lganidan keyin boshqa musulmonlar qatori Muhammad ibn al-Hanafiyya ham Muaviyat ibn Abu Sufyonga bay'at berdi. Muaviyat ibn Abu Sufyon bu kishini bay'atini sodiqligida, niyatini to'g'riligida shubha qilmadi. Qalbi taskin topdi, xotirjam bo'ldi. Muaviyat ibn Abu Sufyonni huzurida Muhammad ibn al-Hanafiyya nihoyatda bir hurmatli kishilardan edi. Bir necha marta ziyoratiga borar edi. Ana shu davrda Muaviyat ibn Abu Sufyon musulmonlarning amirul mu'minin bo'lib turganda Rum podshohlaridan maktub keldi. Maktubda shunday deyilardi: "Bizning yurtimizdagi podshohlar bir-birlari bilan musobaqa qilishlik uchun o'zining yurtidagi ajoyib narsalar bilan musobaqa o'ynashadi. Agar ruxsat bersangiz, siz bilan mening o'rtamda ham shunday musobaqa bo'lsin." Ya'ni har bitta mamlakatning podshosi ikkinchi mamlakatga o'zidagi bir ajoyib bir ishlar, ajoyib bir narsalarni jo'natardi-da, sizlarning yurtingizda shunaqa odam yoki shunaqa narsa bormi deb musobaqa bo'lar edi. Endi Rumni podshohlaridan shunday kelyaptiki, agar ruxsat bersangiz, siz bilan ham mana shunaqa ishlarda o'rtamizda musobaqa bo'lsin dedi. Muaviyat ibn Abu Sufyon rozi bo'ldi. Rumni podshohi ikkita odamni jo'natdi Muaviyat ibn Abu Sufyonning oldiga. Bittasi haddan tashqari bo'y baland edi, uzun odam edi. Ikkinchisi nihoyatda quvvatli kishi edi. Ya'ni Muaviyat ibn Abu Sufyonga bir kishi keldi, "Sizlarning yurtingizda mana bu odamdan uzunroq bormi odam? Hamda mana bu kishidan ko'ra quvvatlirog'i bormi?" Muaviyat ibn Abu Sufyon hali uzun odamga qarab turib, haqiqatan uzun edi bo'yi. Bunga bo'y jihatdan bas keladigan odam bor dedi. Qays ibn Sa'd ibn Uboda, Madina ansorlarining sayyidi bo'lgan Sa'd ibn Ubodaning o'g'li. Sa'd ibn Ubozni shahid bo'lganidan keyingi yagona sayyidi hisoblanib qolgan Sa'd ibn Ubodaning o'g'li Qays. Bunga dedi, bas keladiganimiz bor dedi. Endi mana quvvatlikka chedab turib, o'zining vaziri Amr ibn Os roziyallohu anhuga nima maslahat berasiz dedi. Bunga quvvat jihatdan bas keladigan odam bormi deganda, Amr ibn Os aytdiki, ikkita odam bor dedi. Faqat ikkovi ham uzoqda dedi. Bittasi Muhammad ibn al-Hanafiyya dedi, bittasi Abdulloh ibn Zubayr dedi. Ikkalasi ham ulug' sahobaning o'g'li. Zubayr ibn Avvomning o'g'li bittasi. Bittasi Ali ibn Abi Talibning o'g'li. Qarindoshlar. Faqat bu ikkalasi ham uzoq deganida Muaviyat ibn Abu Sufyon aytdiki, Muhammad ibn al-Hanafiyya uzoq emas dedi. Bu nasl-nasabi bunaqa baland, oliy sharaf egasi bo'lgan Muhammad ibn al-Hanafiyya Rumdan kelgan bitta odam bilan bellashib, odamlarning oldida u bilan musobaqalashadi deb o'ylaysizmi? Deganida Muaviyat ibn Abu Sufyon aytdiki, musulmonlarning sharafi, musulmonlarning izzati turganda Muhammad ibn al-Hanafiyya bundan katta ravishda ham qiladi dedi. Xullas, ikkala odam chaqirib kelindi. Qays ibn Sa'd ibn Uboda keldi, haligi uzun kishiga qarab turib, sharvalani yechib turib, "Manoni kiyib ko'r" dedi. Haligi Rumlik sharvalani kiyib ko'taruvdi, haligi sharvalani beli qo'ltig'iga ko'tarilib qoldi. Hamma kuldi. Shu bilan mag'lub bo'ldi. Ya'ni sahobalar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tiriklik davrida jo'natganda payg'ambarimiz ularni sariya bilan yeguligi tugab qoladi. Yegan hech narsa qolmay turgan paytda Alloh taolo dengizdan juda bir katta kitni suvni sohilga chiqarib qo'ygan bo'ladi dengizga. Shuni yeyishi bir oy yeb, zapaslarni qilib, qaytib o'zlarini olib keladi. Kitni kattaligini belgilashlik uchun ana shu qo'shinda amiri eng uzun sahoba kim deb qarasa, Qays ibn Sa'd ibn Uboda bo'ladi. Otni ustiga egarga tikka turgizib, haligi suvagini shunday qilib gumbaz qilib turganida tikka turib o'tib bosh tegmagan bo'ladi. Shunaqa uzun bo'ladi. Baliq shu darajada katta bo'ladiki, 5 ta odam haligi baliqning ko'ziga o'tirsa, ko'zini chuquriga 5-6 sig'ib ketadi. Shunaqa uzun sahoba bo'ladi. Sharvalani kiygizuvdi, qo'ltig'iga ko'tarilib qolganda hamma kuldi, shu bilan haligi odam mag'lub bo'ldi.
Endi haligi pahlavonni yengish kerak. Muhammad ibn al-Hanafiyga keldida haligi Rumlikka qarab turib, tarjimonga aytdi. Ayting, xohlasa o'tirsin yerga dedi. Qo'lini menga bersin, men uni turgizaman dedi. Xohlasa o'tirsin, men o'tiraman, meni turgizsin dedi. Rumlik o'tirishni ixtiyor qildi. Hali pahlavon Rumlik o'tirganida Muhammad ibn al-Hanafiya shunday o'sha yerda bir siltab tikka qilib qo'ydi. Haligi Rumlikda bir hamiyat qo'zib ketdi. Endi bu o'tirsin dedi. O'tirganida Muhammad ibn al-Hanafiyani ko'taraman deb shunday kuchanganida Muhammad ibn al-Hanafiya bir siltidida qo'lini chiqargida qilib yerga o'tkazib qo'ydi. Ikkala holatda ham mag'lub bo'ldi. Haligi ikkala kishi mag'lub bo'lgan holda qaytib yana Rumga ketishdi. So'ngra kunlar o'tdi. Muaviyat ibn Abu Sufyon, uni o'g'li Yazid hamda Marvon ibn Hakamlar vafot qilishdi. Ulardan keyin Banu Umayyaning xalifalaridan Abdul Malik ibn Marvon musulmonlar ustida amir bo'ldi. Bu vaqtda Shom ahli Abdul Malik ibn Marvonga bay'at bergan, Hijoz ahli, Iroq ahli esa Abdulloh ibn Zubayrga bay'at bergan edi. Yana musulmonlarda quvvat ikkiga bo'lindi. Yana musulmon o'rtasida talash-tortishlik paydo bo'ldi. Har bitta jamoa o'zini amirini amirlikka loyiq deb bilar edi. Hamda narigi jamoaning odamlarini bu odamga bay'at bersin deb talab qilar edi. Yana musulmon o'rtasida bo'linishlik paydo bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Zubayr Hijozda turgan Muhammad ibn al-Hanafiyaga, u kishi Abdulloh ibn Zubayrga ergashsa, uning orqasidan bir dunyo odam berchiydi. Muhammad ibn al-Hanafiyadan Abdulloh bay'at berasiz menga deb talab qildi. Lekin keyinchalik musulmonlarni qonuni to'kishlikka majbur qiladigan bu bay'atga bay'at bermadi. Chunki Siffinda bo'lgan ish hali esida turgan edi Ibn Hanafiyani. Chunki musulmonlar bir-birlarini qirib yubormanglar. Musulmonlar islomning himoyasi, obro'ning himoyasi, ayollar, bolalar kimga qoladi? Bir-birlarini himoya qilinglar, bir-birlarini o'ldirmanglar degan qichqiriq hali esida turgan edi. Shuning uchun itoat qilishdan boshladi. Chunki itoat qilsa qarshi urushlikka to'g'ri keladi. Abdulloh ibn Zubayr Muhammad ibn al-Hanafiyani o'zini tomog'iga og'dirishlik uchun hali yaxshi gapirib muloyim bo'lib ko'rar edi. Hali qattiq gapirib orozlab olar edi. Xullas, har qancha urinmasin, Muhammad ibn al-Hanafiya ikkala tomonga ham yon bosmasdan xolis turishiga davom etdi. Chunki aytdik, u kishi ergashadigan bo'lsa, orqasidan juda ko'p odam ergashar edi. Muhammad ibn al-Hanafiyani xolis turganligini ko'rgan, uni mavqifini to'g'ri deb bilgan odamlarning soni 7000 taga yetdi. 7000 ta odam u tomonga ham, bu tomonga ham ergashmasdan xolis turishdi. Muhammad ibn al-Hanafiyaga ergashayotganlarda sonini ko'payganini ko'rgan Abdulloh ibn Zubayrni gina kudrat ortardi. Chunki shuncha odam ergashmasdan turishibdi. Shunda Banu Hoshimdan bo'lgan kishilarni Makka sha'biga chiqishlikka buyurdi. Ularni uylariga kirgizdi hamda uylarini eshigini taglarga o'tinlarni to'plab, Abdulloh ibn Zubayr, agar menga bay'at bermasanglar, kuydirib tashlayman Ahmedga o't bilan dedi. Shu darajaga yetib bordi. Shunda Muhammad ibn al-Hanafiyga ergashgan kishilar aytishdiki, ruxsat bering, biz Abdulloh ibn Zubayrni o'zimiz qatl qilib, odamlarni fitnadan ozod qilaylik dedi. Shunda Muhammad ibn al-Hanafiya o'zi mana shu fitnaga qatnashmaylik deb o'zi xolis turgan bo'lsak, endi Ibn Zubayrni qatl qilib fitnani o'zingizlar boshlab berasizlarmi? Allohga qasam, Rasulullohning sahobasini o'g'lini o'ldirib, Alloh va Rasulini g'azablantiradigan ish qilmaymiz dedi. Bu tomonda turgan Muaviyat ibn Abu Sufyon fursatdan foydalanib qoldi. Xat yozdi. Hatto shunday deyilardi: bizga Ibn Zubayr sizga qilgan jafosining xabari keldi. Sizga, sizning birodarlaringizga, qarindosh o'g'llaringizga qilgan nohaq ishi xabari keldi. Siz uchun Shom o'lkalarining eshiklari ochiq. Sizga va hamrohlaringizga doim xursand bo'lamiz. Bizning o'lkalardagi xohlagan shaharga tushing. Qo'shnichiligimiz yaxshi bo'ladi. Sizning haqqingizni bilamiz, fazlingizni taqdirlaymiz. Bizning huzurimizga keling deb taklif qildi. Muhammad ibn Hanafiya va u bilan birga bo'lgan kishilar bu shahar Ublata deb nomlanardi ekan. Ana shu shaharga borib turdi. Haqiqatan Muaviyat ibn Abu Sufyon u kishini hurmatini joyiga qo'ydi. Yaxshi bir mehmon qildi, chiroyli muomalada bo'ldi. Ana shu joyda Muhammad ibn Hanafiya bir muddat yashadi. Mana aytdik, zohid edi.
taqvodor edi, olim edi, bilimdon edi, shijoatli kishi edi. Odamlarni yaxshilikka bir yomonlikdan qaytardi. Bir odam ikkinchi odamga zulm qilishidan to'sdi. Shariat hukmlarini tatbiq bo'lishligini odamlarga da'vat qildi. Ana shu o'lkadagi odamlarda Muhammad ibn Hanafiyani ta'siriga kirib ketayotganini ko'rib turib, Abdul Malik ibn Marvonga bu holat og'ir bo'ldi. O'zini maslahatchilarini chaqirib maslahat so'raganida aytishdiki, bu odamning fe'lini ko'rib turibsiz. Agar sizga bay'at bermasa, biz yurtimizdan chiqib ketgani yaxshi dedi. Shunda Abdul Malik ibn Marvon xat yozdi. Siz bizning o'lkamizga keldingiz, xohlagan holatingizda yashadingiz. O'rtamizda Abdulloh ibn Zubayr bilan meni o'rtamda jang bo'lib turgan paytda menga bay'at berib biz yerimizda turmasangiz, chiqib ketishligingiz ma'qul bo'ladi dedi. Agar menga bay'at bersangiz, kecha Qolzumdan kelgan 100 kema ichidagi hamma narsasi bilan sizga beraman. Hamda sizga ming million degani bu. Million dirham pul beraman. Xohlang o'zingizga ishlating, xohlang hamrohlaringizni ishlating, xohlang qarindoshlaringizni ishlating, bu sizning ixtiyoringizda dedi. Agar bosh tortadigan bo'lsa chiqib keting dedi. Agar bunga bay'at bersa, baribir narigi musulmonlar bilan jang bo'lgan ularda qonun to'kishlik kerak. Muhammad ibn Ali Abdul Malik ibn Marvonga shunday maktub yozdi. Allohga ham payg'ambarimizga salovat aytgandan keyin ehtimol siz bizni tutgan mavqifimizdan qo'rqayotgandirsiz. Lekin siz bilishingiz kerak, haqiqatda bu ishda meni tutgan mavqifim. Ya'ni ikkala tomonga ham bay'at bermaslikka men ahd qilganman. Agar ummat sizga itoat qilishlikka ittifoq qilsa, boshqalardan sizga itoat qilaman. Agar Abdulloh ibn Zubayrga itoat qilishlikka ittifoq qilsa, unga itoat qilaman. Odamlarda aksariyati qaysi tomonni tanlamagunicha men hech qaysilarga itoat qilmayman dedi. Lekin u ham haydab chiqardi. Muhammad ibn Hafiya o'zini hamrohlari bilan Shomni tashladi, qayerga borib to'xtamasin, aziyat berildi. Turgan joydan ketishlik talab qilinaverdi ulardan. Shuncha g'am tashvishi yetmagandek, Muhammad ibn Hanafiyani o'zini jamoatida unga ergashib yurgan odamlardan bir to'p ahmoqlari aytishdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zini ahli baytiga umuman musulmonlarga berilgan ilmdan tashqari ilmni ham bekitib qo'yib ketgan. Ya'ni Ali roziyallohu anhu ga boshqalarga bermagan ilmni bergan. Muhammad ibn al-Hanafiyada Alida qolgan mana shu siz bilan biz bilmaydigan ilmlar bor dedi. Ya'ni aqlli odam, fahm farosatli odam bu gapni gapirishi mumkin emas. Rasululloh omonatni ado qilgan, ummatga nasihat qilgan. Bu gaplar ozor bo'lganidan keyin odamlarga xutba o'qib aytar edi. Odamlarning ba'zilari ahli bayt, ya'ni bizni boshqalar bilmaydigan ilmni bilishadi degan da'volarni aytishadi. Albatta Alloh guvoh bu narsaga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biz mana bu kitobdagidan boshqa ilmni olgan emasmiz. Agar kimda kim bizda bundan ortiqroq ilm bor deb gumon qilayotgan bo'lsa, dar haqiqat bu kishi adashibdi. Odamlarning ba'zilari assalomu alaykum ya Mahdi deb so'rashar edi. Mana payg'ambarimiz ummatim oxirgi zamonida Mahdi chiqadi degan. Mahdi degani to'g'ri yo'lga yetaklovchi. Assalomu alaykum ya Mahdi desa, va alaykumussalom. Ha, men Mahdiyman, faqat yaxshilikka yetaklovchi Mahdiyman. Sizlar ham yaxshilikka yetaklovchi Mahdiysizlar dedi. Endi men bilan so'rasanglar, ismimni aytib, assalomu alaykum ya Muhammad deb so'rashinglar dedi. Mana shunday bir tang holatda yashab turganida Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafi Abdulloh ibn Zubayrni qatl qildi. Shu bilan ish Abdul Malik ibn Marvonning qo'liga o'tdi. Musulmonlarning yana boshlig'i bitta bo'ldi. Musulmonlar yana Abdul Malik ibn Marvonga bay'at berishdi. Shunda Muhammad ibn Hanafiya Abdul Malikka xat yozar ekan, Allohning quli Abdul Malik ibn Marvon Amiral Mu'mininga Muhammad ibn Alidan. Ammo ba'd musulmonlarning ishi sizning qo'lingizga o'tganini ko'rganimdan keyin, odamlarning hammasi sizga bay'at bergandan keyin, ana shu musulmonlarning qatorida men ham sizga itoat qilishga so'z beraman. Hijozdagi valiyingizga siz uchun bay'at berdim dedi. Assalomu alaykum. Abdul Malik ibn Marvon bu kishining maktubini o'qiganidan keyin atrofidagi kishilarga qarab aytdiki, agar mana shu kishi xohlaganida bizga berilgan bay'atni bekor qila olardi. Ya'ni bizga qarshi chiqsa, orqasidan albatta odamlar erchir edi. Lekin mana shu ishni qilmadi dedi.
Muhammad ibn Hanafiya Abdul Malikdan quyidagi mazmunda xato oldi. Siz Allohning hamda Rasulining zimmasidasiz. Sizga hech qachon aziyat berilmaydi. Hech qachon ashoblaringiz va sizga aziyatlar ko'rsatilmaydi. Vassalomu alaykum. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiyga Muhammad ibn Hanafiyani hurmat qilishlikka, qadrlashlikka buyurgan edi. Hech qancha vaqt o'tmadi, Muhammad ibn Hanafiya ham vafot etdi. Bu kishini Alloh taolo qabrini munavvar qilsin. Jannat bog'lari bilan ne'matlantirsin. Chunki yer yuzida oliy bo'lishlikka haqli bo'lib turib, oliylikni xohlamagan. Fitna qo'zisa, odamlar echiydigan holat bo'lsa ham fitna qo'zimagan, oliylikni va yer yuzida fasodni xohlamagan kishilardan. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.